zo'r emotsiya berdi. Boyagi Yovuz odam ham rolini juda zo'r o'ynagan. Boyagidek. Hamma aktyorlar ham hammasi zo'r o'ynaganda, montajiga kelganda yoki syomka jarayoniga kelganda sal o'xshatishmagan. O'xshatishgan zo'r, yaxshi. Yana bitta qiziq tarafi, nima uchun o'sha 100-200 ta odam uni videoda shunday ko'ringan, menimcha tarixda undan ko'p bu odam Anil Temur uchun jon bag'ishlashi kerak. Nima uchun просто nima uchun o'lib ketish kerak? Bu shunaqa ko'ringanda, ya'ni aynan erki uchun, ozodlik uchun, bir narsa uchun kurashayotgani yoritib berilmagan. Даже sher yurakda ham o'sha xalq uchun shu mayli shimda bo'lmasa ham yubkada o'sha davlatini qutqarganda, o'sha narsani ko'rsatib bergan. Lekin bu kinoda afsuski mana shu narsa ko'rsatilmagan. Nima uchun? Ya'ni aynan nima uchun jang bo'lyapti? Fotimni o'lgani uchunmi degan faraz bo'lib qolgan.